Hukumat va parlament to'ylar, ma'rakalar va marosimlarni tartibga solishga harakat qilib ko'radi. Biz borimizni to'ylarga tikish orqali o'zimizni kasod qildik. Avvalo mansabdor shaxslarni shu elitani o'zidan boshlash kerak bu masalani. O'zbekni xor qiladigan, xo'r qiladigan, egiltiradigan, bug'iltiradigan yagona qiynoq hozir to'y. Sizni qarindoshingiz bor, sinfdoshingiz bor, kursdoshingiz bor, o'g'lingizni kursdoshi bor, sinfdoshi bor. Ular qayerda o'tiradi? Peshonangizda o'tiradimi? Ular ham to'yga keladi. Mazza qilib o'g'li bor. Yo, masalan, yilda oyda bir keladi. Qarang, zebin sopa to'xtab turing. Baliq boshidan sasiydi. Deyarli har bitta to'yda nizom tartiblari buzilyapti. Deyarli har bitta marosimda nizom tartiblari buzilyapti. Umid opa, lekin mana shu gaplarni yillardirki gapirib kelyapmiz, lekin hech narsa o'zgarmayapti. 25 ta qiling, 30 ta qiling. Odamlar o'z bilganidan qolmaydi. To'y ayollarning mashmashasi. Men ayol bo'lsam 100% aytaman, ayollar o'ylab topgan mashmasha. 40 talab to'g'ri qilinardi va bu dahshat edi. Katta to'y qilsangiz, sababi nima shuni? Masalan, men hozir 25 ta, to'g'risini aytaymi? 25 ta, 30 ta odam bilan men to'y qilmoqchi emasman. Chunki u marakaga o'xshab qoladi, yoki bir tug'ilgan kunga o'xshab qoladi. U to'yga o'xshamaydi-da. Yo'q, bu noto'g'ri. Stop. Biza hali 10 talik davlat yo'lda tursa, mana shu maishiy muammolarning atrofida o'ralashib yuribmiz xolos. Endi ham achinasan bir tarafdan, ikkinchi tarafdan aytasan ko'rpingga qarab oyoq uzatmaysan. Bilasizmi? Ya'ni faqat jarima bilan ish bitmaydi albatta. Targ'ibotni 100 xil usulda qilib ko'rildi. Har bitta to'yxonaga kirsangiz, o'zini individual idishlari. Xuddi bir joyga borasiz, aziga kirganday bo'lib qoladi, aziga to'yga borganday bo'lib qolasiz. U to'ymi? Masalan, ko'pchilik bilan bu to'y. Pul topsa birinchi galda mashina dang'illatib uchastka qiladi yoki dang'illatib to'y qiladi, ya'ni odamlar gapirsin. To'y mazza qilasiz, ko'pchilik bilan qilasiz. Mazza qilib yayraysiz. O'sha bir esingizda qoladi. Men bu narsaga qarshiman lekin. Mayli ularni sen biznesi gullasin. Xalqchi. Yo, to'g'risida mazza to'y ozgina eshitishga to'y ko'pchilik bilan to'y o'tsin deyman. 150 ta odam bilan. Olgan qarzni nima qiladi? Qarz emas, o'shani masalan Sizchi o'zingizni Rossiyaga jo'natamiz, borib ishlab kelib haligi to'y o'shaqa 200 ta 300 ta to'y qilgan xonadonga qarang, niyat qilib yig'asiz, niyat qilib yaxshilik bilan to'y qilasiz. Migrantlikda yillarcha umri o'tib ketadi to'yini qilish uchun, odamlarni hayron qoldirish uchun. Qishloqdagilar balki bilganini qiladi. Baribir siz aytganday 25 ta 30 ta odam bilan to'y o'tkazmaydi ular.